Tak, Tohir, sizni taklif qildim. Rahmat, rozi bo'lganingiz uchun. O'zbek segmentdagi menimcha birinchi mining haqida gapirib boshlagan, video seminar qilib boshlagan odamlardan birisiz. Men o'zim ko'pdan beri kuzataman. Основном Telegram kanalni siz haqingizda qisqacha kanal uchun video qilmoqchiman, как прямой эфир formatida. Siz agarda tayyor bo'lsangiz, ozgina o'zingiz haqida aytsangiz, qisqacha yaqin o'tmishda bo'lgan narsalarni, siz haqingizda ko'p odam biladi narsa, ayniqsa Telegram kanaldagi. Yaxshi. Tak, navbatim bo'lsa men boshlayman. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Videoda tinglovchilarga ham salom. Xo'p. Oxiriga mana so'nggi faol olib keladigan yo'nalishlarim bu digital hamda albatta blockchain tizimlar. Men umuman trading bilan shug'ullanmayman, afsuski. Ko'pincha web 3 dasturlash va digital dasturlash. So'nggi loyihalarga keladigan bo'lsak, yaqinda Gagavin degan loyihani start qildik. Ya'ni ishlab chiqardik. Sun'iy intellekt orqali, ya'ni ChatGPT orqali. Ha, bu haqida ham ozgina savollarim bo'ladi sizga. Ko'rib chiqdim proyektni o'zini, bir necha savollarim o'rtasida podkastni berib o'taman, qisqaroq qilib. Yaxshi, ma'qul. Bundan tashqari influer.uz loyihani asoschisiman. Influer.uz bu smart nakrutka. Ya'ni agar u Telegram kanal, Telegram gruppa, Instagram, TikTok, YouTube'larni rivojlantirmoqchi bo'lsa, influer.uz loyihamiz orqali menimcha ancha smart bo'ladi va ancha qulay, to'lovga keladigan bo'lsak, ancha qulay bo'ladi. Chunki narx-navolarni biz juda ham konkurentni qilganmiz. Hattoki 1000 ta podpishchik uchun 60,000 so'm evaziga qilsa bo'ladi. Bu loyihaning nomi influer.uz. Buni men digital yo'nalishda olib boryapman. Bu loyihaga уже 6 oydan beri shug'ullanib kelyapmiz. Bundan tashqari mana kompyuter klubim bor, Arkada Game Club, Toshkent Xushbegi Yakkasaroyda joylashgan. Shuning uchun streamlarni ham rivojlantiryapmiz. Bemalol Arkadaga borib, stream o'ynashdan tashqari, CS, Dota, PUBG dan tashqari stream ham qilishingiz mumkin. Va asosiy yo'nalishim bu marketing. Marketingda hozir ikkita loyihani olib boryapmiz. O'taman marketolog bo'lib ishlayman. Ha, sizni shaxsiy hayotingiz marketing yoki hayotdagi kripto aktivlarga yoki blockchainga aloqasi bo'lmagan ish haqida qisqacha so'ramoqchi edim. O'zingiz javob berdingiz. Ha, sir bo'lmasa, qaysi yo'nalishlar va qayerda ishlashingizni ayta olasizmi? Marketing haqida aytdingiz, marketing yo'nalishligini, undan tashqari yana. Undan tashqari faoliyatim shu digital marketing va blockchain. Tushundim. Qayerda ishlashingizni ayta olasizmi? Qayerda ishlashimni marketing bo'limi bo'yicha. Marketing bo'limi bo'yicha biza исследование bo'ladi, ya'ni research bo'ladi, marketingda research bo'ladi. Biza mana shu researchlarni qilib beramiz. Misol uchun, mana Xitoydan hozir juda ko'p avtomashinalar olib kirishyapti. Misol uchun, hozir mana so'nggi katta zakazimiz shu bo'yicha bo'lgan. Butun O'zbekistonda research qilish kerak edi. Elektrozapravочный stansiya, ya'ni
elektrichkalarni, elektr avtomobillarni stansiya zapravkalari qaysi viloyatda nechta bor, Toshkentda nechta bor, har bir dona mashina kuniga yoki haftaga necha marta zaryad qiladi. Mana shu bu yo'nalish ham marketingga kiradi, research исследовательский marketing. Hozir mana shu narsani olib boryapmiz. Ha, tushundim. Sizga endi основной o'zim qiziqishim bo'lgan mining haqida bir necha savollarni bermoqchiman. Qanday qilib mining haqida ideya keldi, video olib boshlash. Misol tanishlarim bor, 16-17-yildan beri misol примерно siz bilan bir boshlagan, qiziqib miningga. Lekin ular video stimat qilmagan. Именно sizni put dediyu, yo'lingizni. Shuni bilmoqchi edim, qanday qilib video bloglarni ishlab boshlaganingiz. Juda yaxshi savol. Bunaqa savol berish bir marta, hayotimda bir marta zo'r savol berdingiz. Savolingiz uchun rahmat, tashakkur. Xo'p, mining boshlangan paytim 2016-yil edi. iyul oyi bo'lgan. O'zi men televizorda Euronewsda ko'rib qoldim. Alternativniy raqamli iqtisodiyot Bitcoin o'zini yangi all-time hype'ga darajasiga chiqdi. $410 yo $450 atrofida bo'lgan edi Bitcoin. Shuni men Euronewsda ko'rib qoldim. Undan keyin qiziqib qoldim, qani nima narsa ekan Bitcoin. O'tirib research boshlandim. Ma'lumot почти bo'lmagan, даже hattoki rus tilida ham juda kam, juda oz bo'lgan. bitcointalk.org degan sayt uchradim. Agar tinglovchilarimiz bilmagan bo'lsa, white paperi ham shu forumdan boshlangan. Bitcoin o'zini faoliyatini mana shu saytdan boshlangan. Bemalol Satoshi Nakamoto'ning yozuvlarini mana shu saytda ko'rishingiz mumkin. bitcointalk.org, btt.org. Mana shu saytda men miningni ko'rib qoldim va eng yangi tanga Monero degan tanga paydo bo'ldi. U anonim tranzaksiyalar uchun ishlab chiqarilgan tanga hisoblanadi. Va mana shu Moneroni blokcheynni yuklab olib, miner dasturini yuklab olib, o'rganishga, ya'ni to'g'rilashga yo'l qo'ydim, yo'l oldim. O'rganishga ancha vaqt ketdi. Menimcha bir 3-4 kun ketdi. Har kuni 3-4 soatdan o'tirib, test qilib, sinab ko'rib, xullas 4 kundan keyin mining faoliyatini boshlandi. Bir dona kompyuter bilan, yo'q, ikkita kompyuter bilan. O'zim игровой kompyuterim bo'lgan va o'zim ukamni игровой kompyuterini, shu ikkita kompyuterni buzib, bitta kichik mining fermani yasadik. 3 ta video karta bilan Moneroni qazishni boshlandik. Moneroni bir hafta qaziganmiz. Yo'q, bir hafta emas, bir oy qaziganmiz. Xullas, shu Moneroni orqasidan bir nechta voqea bo'lgan. Uni agar hojati bo'lsa, keyin aytib beraman. Xullas, oradan 6 oy yoki 1 yil vaqt o'tib, mining sekin mashhur bo'lishi boshlandi. 2017-yilda Bitcoin $3000 ga chiqqandan keyin уже miningni qiziqib kelayotganlar paydo boshlandi. Va undan keyin bir nechta odamdan savol tushishi boshlandi. Mining nima, mining qanaqa qilsak bo'ladi, uskuna qayerdan olinadi va hokazo savollar boshlagandan keyin bitta tanishim, "Jo'ra, YouTube'ga yuklasang, bizga havolani bersang, o'zingizni vaqtingizni olmasak, menimcha yaxshi bo'lardi." Ha dedim, bu yaxshi fikr. Ana o'shandan keyin birinchi videomni oldim. U payt 2017-yil bo'lgan, adashmasam. YouTube'imiz hali uncha rivojlanmagan edi. O'zbekistonda men Mover va YouTube'ga joyladim videoni. Undan keyin bir haftadan keyin videoga kirsam, 1000 tadan oshuv ko'rishlar bo'ldi, ya'ni prosmotr. 1000 tadan oshuv bu men uchun juda katta prosmotr bo'lgan. Sababi men Instagramni
rivojlantirgan edim. O'sha payt Instagramda mani zo'r video rasmlarim 300, 400, hattoki 500 prosmotr yig'gan edi. 1, 2, 3 oyda. YouTube'da esa shu 1 oyda 1000 tadan oshiq prosmotrlar bo'ldi. Undan keyin ikkinchi video qo'ydim, uchinchi video qo'ydim. Shu kommentar izohlarida savol berish boshlandi. Undan keyin Telegram gruppa tuzdim va shunday qilib mana shunday g'oya keldi. Ya'ni o'zimni bitta zo'r tanishim tavsiya qildi. Har bir odamga alohida tushuntirmasdan, vaqt ketkazmasdan bitta video yasab, YouTube'ga yuklab va so'ragan odamga havolani jo'natish menimcha zo'r yechim bo'ldi. Shu. Hello, mani gapim eshitilyaptimi? Ovozim eshitilyaptimi? Ha, ovozim eshitilyaptimi sizga? Mana endi eshitildi. Ha, sizga ham eshitilib turibdi. Ha, rahmat. Hozir aytganingiz uchun 2 kun bo'ldi sizni YouTube kanalingizda videolarni shu boshidan ko'rib boshladim. Uni oldin ham ko'rganman, lekin aynan rekomendatsiyaga chiqqan videolar bo'ladi-yu. Aynan miningga urg'u berilgan videolar hammasi rekomendatsiyaga chiqqan. Prosmotrlar ko'p. O'shalarni undan oldin ham ko'rganman, yana ko'rib chiqdim. Nimalarda siz hozir aytib o'tdingiz, Monero kriptovalyutasiga node nima qilganmisiz? Zapusat qilganmisiz yoki nimadami? Bitcoin uchun nima qilganmisiz? Mining qilganmisiz? Yo'q, mani mining yo'nalishim, faolim Monerodan boshlangan. Qiziq voqea bor. Monerani 1 oy qaziganmiz. 1 oy qazigandan keyin xullas profitlarni, daromadlarni tekshirishni boshlandim. Adashmayotgan bo'lsam, o'sha payt $12 atrofida 1 oy ichida 3 ta videokarta $12-13 daromad olib keltirgan. Uning ichidan chiroqlarni, ya'ni svet, elektr energiyani kalkulyatsiyasi sanasak, почти yarimga teng elektr energiya ishlatildi, ya'ni $6-7 atrofida. Undan keyin yana mining fermani, yasagan mining fermani buzib, boshqatdan kompyuter yig'ib, yana 2 ta igrovoy kompyuter joy-joyiga qo'yib qo'ydim. Ha, dedim, menimcha 1 oy ichida $5 ishlash men uchun bu qiziq emas. Bekordan bekorga kompyuter ishlatilyapti, uskuna ishlatilyapti, yonib turibdi va tushgan $12dan $6 chiroqqa $6 profit, bu men uchun kam. Yana xullas kompyuterlarni yig'ishtirib, o'zim yo'nalishimda o'sha payt marketing Midea korxonada ishlaganman. Biza pромышленный konditsioner sotganmiz. Yana ishga qaytdim, ishladim. Keyin oradan 1-2 oy yana o'tdi. Bitta publikda o'qidim. Bitcoin $700 gami, $1100 xullas, ya'ni yangi ATH bo'ldi, yangi all time hype bo'ldi. Moneroga kirsam 15 yo 17x bergan. Ya'ni narx-navosi 40 sentdan $4 gami $5 ga chiqdi. Ya'ni meni $12 $150 ga aylangan. Men qazigan 15 ta yo 20 ta Moneram уже $150 atrofida. Ammo uni men уже chiqara olmas edim, sababi Monerani qazigan paytimizda biza Linux operatsion tizim o'rnatganmiz va hamyonlarimiz mana shu Linux operatsion tizimda turgan va mining fermani buzgandan keyin yana Linuxlarni o'chirib, qaytadan Windows operatsion tizimini o'rnatdik. Ammo bu jostki disk hali ham turibdi, qayerdadir ham turibdi. Chunki undan keyin уже 1-2 yil oradan o'tganda Monero $120 ga chiqqan paytda jostki diskimda $2500-3000 atrofida pul saqlanib turgan edi. Ammo uni chiqarib olish uchun mutaxassislarga olib borish kerak edi.
Moskvadagi mutaxassislarga olib borish kerak edi. Keyin mani esimdan chiqdi. Bir paytlar olib bormoqchi edim. Hali ham bor. Bu SSD disk hali ham bor. Hali ham uni ichida Linux operatsion tizim, Windows operatsion tizim turibdi va bir nechta Monero tangalari bor. Hozir bilmadim Moneroning narx-navosi qanaqa, ammo bir 15 tami 20 ta Monerom bor. Xullas, Moneroni o'qigandan keyin yana miningga qiziqdim. Yana ikkita kompyuterni buzib, mining fermani yasab, ukamni yana kayfiyatlari tushib, chunki undan игровой kompyuter olib qolib, biz pul qilamiz, biznes qilamiz dedim. Xullas, yana ikkita kompyuterni buzib, bitta mining fermani yig'dik. Undan keyin yana qo'shimcha 4 ta 5 ta video kartani sotib oldim. Keyin Bitcoin $3000 chiqdi. Keyin men bor pullarimni hammasini video kartaga tiqdim. Abu Saki Malika bozorga borganimda 2017-yil bo'lgan. Bitta do'konga kirganimda 1050 Ti video karta va 1070 Ti video kartalarni sonini bir 15 tami 18 ta video karta olib ketganimda savol berishdi menga, aka siz kompyuterxona ochyapsizmi yo nimaga olyapsiz? Yo mining dedim. Nima u mining? Raqamli pul dedim. Xullas, mani bir ahmoqqa solishdi. Hech kim ishonmadi, eshitmadi. Undan keyin oradan bir 3-4 oy o'tib, Bitcoin $5000 ga chiqqandan keyin o'zimni mashinamni sotib miningga tiqdim. Onamni mashinasini sotib miningga tiqdim. Keyin 18-yil keldi, keyin Bu yog'ni mininglar Bitcoinda to'g'rimi? Bitcoin La- miningmi? Yo'q, Bitcoinni men 2018-yilda boshlaganman. 2 yil davomida biza faqat Ethereum, ETC, Ethereum Classic, Zcash, keyin qaysi Decred tanga bor edi. Xullas 5 ta 6 ta altcoin qaziganmiz. Chunki video kartada Bitcoinni qazish mumkin emas edi. Ya'ni uskunani tezligi va kuchi yetmas edi Bitcoinga. Bitcoin qazib olish uchun ASIC uskunani sotib olishga to'g'ri keladi va ASICni hayotda birinchi marta men 2018-yilda olganman. Tushundim. Unda tanishlarimga o'xshab Ethereum nima qilgan ekansiz, to'g'rimi? Boshqa undan oldingi aytgan hashni nimani kriptovalyutani aytdingiz. Esimda yo'q, unaqa kriptovalyuta haqida eshitganim. Bitcoin nimani eshitganman? Efir klassikni eshitganman va efirni eshitganman o'zini. Основной kompyuter xonasi bor tanishlarim hammasi просто kompyuterlar tayyor qilmasligi uchun shundan foydalanishadi. Mining zapis qilib qo'yishardi. Shunaqa. Hozir shu esimga chiqib ketdi siz aytib turganingizga. Shunaqa. Eshitamasizmi? Oldin altcoinlar soni ko'p emas edi. 2017-yilda adashmayotgan bo'lsam bir 300 ta yo 200 ta 300 ta atrofida tangalar soni bo'lgan. Shunda Bitcoinning dominatsiyasi uncha katta emas edi. Adashmayotgan bo'lsam, hali ham tekshirib ko'rish kerak. Menimcha 30% atrofida edi dominatsiyasi. Bugungi kunida hozirgidek Bitcoinning deb o'ylayman. Hozir qancha? 40% emasmi dominatsiyasi? 60. Hozir 63-64 bo'lgan. Menimcha hozirgidek bo'lgan deb o'ylayman shu vaqtda ham. Demak, ketgan bo'lishi ham mumkin. Bo'lishi mumkin. Demak, men aytmoqchi bo'lgan narsam, oldin tangalarni haqiqatan ham biz o'rganib chiqardik. Ya'ni uni ichidagi operatsion tizimi qanaqa, texnologiyasi qanaqa, mining uskunasidan, dasturlaridan tekshirib olib, har bitta tangani o'zini dasturi bo'lardi. O'zini siz GitHubdan yuklab olishga to'g'ri kelardi. Unaqa tayyor application bo'lmagan edi. Misol uchun bugun miningni boshlash uchun faqat bir dona dasturni yuklab olasiz va xohlagan tangani qazishingiz mumkin uskunangizni qo'shib. Oldin unaqa bo'lmagan edi va shunaqa
ma'lumotlari не то что o'zbek tilida, hattoki rus tilida ham kam edi. Ingliz tilida bo'lgan faqat ma'lumot. Shuni biz shu ma'lumotni tortib, tarjimon qilardik, o'rganardik. Bir nechta videokartam kuygan edi. Test sinab ko'rish uchun. Ammo o'rganib oldik. Unday bo'lsa, sizni to'liq nima deb aytsa bo'ladi ekan? Eng publichniy mining bilan zaymasi qilib boshlagan nima deb? Kriptan deb O'zbekistondagi. Chunki 2016-17 da именно altcoinlarni mining qilib boshlagan publichniy odam boshqa odam tanimayman. No, aksariyatimiz shunaqa tan olsa, mayli, qarshi emasman. Ha, Bitcoin bilan mining bilan shug'ullanib boshlagan odamlarni taniyman. 14-15-yilda boshlagan odam, lekin ular nima publichniy odamlar emas. Shunaqa odam bilan gaplashganman 2014-15-yillarda nimadan Irondan asiklarni olib kelib, o'sha vaqtlari mining qilganini eshitganman o'zimizni shahrimizda. Qaysi shahr? Ha, men Xorazm, Urganchdanman. Yaxshi. Bundan bir 10 yil oldin yoki bir 8 yil oldin, 16-17-yillarda Oldheim vaqtlarida ketib qolgan uy-puylarni sotib bu yerdan O'zbekistondan. Hamma bitcoinlarni sotdik menimcha. Ha, endi nima podkast haqida so'ramoqchi edim. Videoni agarda kanalingizni ko'rib borsa, miningdan podkastga o'tasiz. Sababini ham bilaman, nimaga unday bo'lganini. Tipa O'zbekistonda mining nima qilib boshlandi? Litsenziya olish kerak bo'ldi, qonunlashtirildi, noqonuniy bo'lib qoldi. Uyda mininglarni zapuskat qilish. Shu podkastlarga qanday qilib kelganingiz qiziq bo'ldi. Demak, shu formatga nimaga boshqa kriptovalyuta yoki nimalar bo'yicha ketmadingiz? Ha, savolingizni tushundim, rahmat savol uchun. Ammo podkastdan oldin menda kanalimda, YouTube kanalimda bir nechta obzor, har xil loyihaga obzor bo'lgan. DeFi, keyin Proof of Stake loyihalariga obzor qilganman va podkastlarni men o'tgan yili boshlandim. Sababi mani Moskvaga tashrif buyurdim. Podkastga chaqirishdi Nikita Anufriyev. U Rossiya SNG bo'yicha menimcha eng katta podkast olib boruvchi blockchain, umuman kriptovalyuta texnologiyalari bo'yicha menimcha headliner. Da, shunaqa headliner. Men borgan kunim obeddan keyin bordim. 8-avgustda bo'lgan. Xullas 12 da borgan bo'lsam, soat 1 larda men borgan kunim mendan oldin уже ikkita podkast o'tkazib bo'lgan, уже zapisini qilib bo'lgan. Keyin men keldim, podkast oldik. Podkastdan keyin kichik obed qildi, tushlik bo'ldi. Mendan keyin yana bitta odam kirib ketdi podkastga va undan keyin yana ikkitasi keldi. Xullas men Nikitadan 5 ketdim. Bir kunning ichida menimcha 10 ta podkast yozadi. Xullas juda faol, juda maqsadga boradigan odam va undan zo'r motivatsiya oldim. O'zimga so'z berdim, Toshkentga uyga borgandan keyin kamida 10 ta podkast olaman. Agar yoqsa, shu yo'nalishda davom ettiraman. Yoqmasa to'xtayman, ammo o'zimga maqsad qo'ydim, borib men zudlik bilan 10 ta podkast olaman. Va keyin podkast olishni boshlandim. Hozir ham mana o'sha podkastga moda bo'ldi. Menimcha bu moda hali 1 yilcha turadi. Ha, tushundim. Podkastlarga bo'lgan nimani. Mana o'zim ham hozir основной Telegram kanalni o'zida как strategiya yoki yangiliklar bo'lsa, DeFi ga связанный YouTube'ga основной podkast formatlarini qo'ymoqchiman. Ko'proq odamlarning, chunki o'tklik yo'q odamlarda, tipa ularga strategiya ko'rsatish uncha qiziqmas shekilli. Chunki videolar joyladim,
odamlarga более общение qilgan nima yaxshi. Format to'g'riroq keladi deb o'yladimki. Aynan YouTube'da, Instagramda boshqacha любой format bilan eksperimentirovat qilsa bo'ladi. Shunaqa. Instagramda faqat qisqa video olasiz. Buni tushuntirish ham hojati bo'lmaydi, chunki Instagramda hech kimni o'rgangisi kelmaydi. Faqat oson pul qilishni yoqtiradi Instagram aksariyatimiz. Endi прямой efir yoki podkastni eng qiziqli joyiga keldik deb o'ylayman. Aynan Web3, blockchain, GameFi va shuni atrofidagi nimalar. Sizni qarashingiz, yili strategiyangiz, hozir o'zingizni tokeningiz haqida qisqacha aytdingiz, u haqida ham aytib bersangiz, meni qiziqtirgan taraflari hozir aytib o'tib ketaman. Ular primoy orakullar bilan ishlaydimi yoki u yerdagi likvidnostdan kelib chiqib narxi o'zgaradimi? Men ko'rdim, что ikkinchisi o'zgarib turadi. Как если определенный komanda yutganidan keyin token narxi o'sadi. O'sishiga sabab u likvidnost ko'payganimi yoki orakullar ishlaydimi u yerda? Yo'q, unaqa emas. Hozir tushuntiraman. Savolingiz uchun rahmat. Biza Bloomdexda yasadik tokenni va yasagandan keyin likvidnostini siz o'zingiz qilasiz. Ya'ni har doimgidek, misol uchun smart kontrakt yasaganingizda token sonini o'zingiz belgilaysiz. Misol uchun 1 million token bo'ladimi yoki 1 milliard token o'zingiz yasaysiz va token o'zingizni owner smart kontraktida turadi. Ammo Bloomda sal boshqacharoq. Bloomda avtomatik tarzda 1 milliardli token supply, ya'ni umumiy token soni 1 milliarddan iborat bo'ladi va birinchi sotuvga 500 million qo'yiladi va bu 500 milliondan siz o'zingiz sotib olishingiz kerak. Ya'ni sizni owner hamyonda bu pul turmaydi, bu tokenlar turmaydi, siz o'zingiz sotib olasiz. Dotaga qiziqqandan keyin bolalar bilan yig'ilib turib Dota o'ynardik va keyin men ChatGPTga bitta so'rov yozdim. Mana ulfatlar bilan yig'ilib Dota o'ynaymiz. Shuni bir foyda olib kelsa bizga nima qilsak bo'ladi deb yozdim va to'g'ridan to'g'ri ChatGPTdan javobi keldi. Token yasanglar va Dotaga o'ynashda, misol uchun agar yutsanglar, tokenni sotib olinglar. Keyin turnir qilinglar. Xullas, shu ChatGPT bo'yicha katta maqola bor, statya, uni men yozganman. Keyin kanalda bor, mavjud. Xullas, bundan keyin mana shu Gagavin loyihamiz paydo bo'ldi. Gagavin loyihani g'oya keldi. G'oyani ishlandik, g'oya ishladi, rivojlanishi boshlandi. Ammo bu SNG communityga qaratilgan, SNG communityga ishlab chiqarilgan loyiham. Va unda token o'sishi qanaqa bo'ladi? Likvidnost faqat sotib olishdan keyin qo'shiladi va bizani bu savolga tayyor emas edim hozir tushuntiraman. Xullas, hozirgi model shundan iboratki, bizda liga va turnirlar bor. Liga va turnirga qatnashish uchun 10 million Gagavin sotib olishga to'g'ri keladi. 10 million Gagavin bu hozir $70 atrofida. Misol uchun siz komanda bilan kelyapsiz, men turnirga qatnashmoqchiman deysiz. Gagavinni sotib olasiz va drop hamyonga jo'natasiz. Undan keyin sizni turnirga olib kiramiz. Turnirda 4 ta komanda, 4 ta jamoadan o'yin boshlanadi va 4 ta komanda turnirning tabletsadan yutgan komanda 60% bankini olib ketadi. Ya'ni misol uchun 4 ta komanda $100 dan tashlashdi deylik. $400 jami bo'ldi. 60% bu $220. $220 yutgan komanda olib ketyapti. 30% turnirni oxiri
prizga puli ketyapti, 30%, ya'ni $60 va 10% $20 loyihaga ketyapti. Loyiha rivojlanishga, ya'ni o'zimga qolyapti. Modeli примерно shundan iborat. Taxminali mana tushuntirishga harakat qildim. Haliyam xom, haliyam oxirigacha ishlab chiqarilmagan. Bugungacha biz yengilliklarni kirityapmiz. Yangi usullar, yangi yo'nalishlar, yangi modellarni haliyam g'oyalarni sinab ko'rib, ya'ni gipotezani sinab ko'rib, ishlatib ko'ryapmiz. Ha, rahmat javob uchun. Tushunishimcha buyback bo'ladi, to'g'rimi? Shuni hisobiga nima bo'ladi? Sinovoy sinasi o'zgarib bahosi o'zgaradi, to'g'rimi? Shunaqa. Ha, tushundim. Buyback hisobiga. Buybackni siz o'zingiz qilasiz, уже rezultatdan kelib chiqib, to'g'rimi? Komandalar rezultatdan kelib chiqib. Buybacklarni o'zimiz qilamiz, keyin turnir yoki ligada qatnashmoqchi bo'lganlar, jamoalar ular sotib oladi. Ha, ular как vznos qiladi, to'g'rimi? Turnirda qatnashish uchun. Shunaqa. To'g'ri. Ha, tushundim. Qanday nimalar bor? Hozir недоработанный, agarda sekret sir bo'lmasa, недоработанный yoki qandaydir yana kattaroq qayerga yo'nalish? Просто proyektni o'zi yoqdi. Men Dota'ni o'zi bilan o'ynamaganman hech qachon, lekin как hozir примерно tokenizatsiya degan narsa-ku bu, to'g'rimi? Turnirni Shunaqa. Dota bu faqat namuna. Dota'ni o'rniga xohlagan g'oya, xohlagan loyihani kiritsa bo'ladi. Ha, o'sha taraflama yoqdi, как proyekt o'zini nimasini, o'tlikni bildirdi. Shu maqsadda so'ramoqchi edim, shu qaysi yo'nalishga yana e'tibor qaratishga, qaysi minuslari bor, agarda aytishning iloji bo'lsa, sir bo'lmasa, kommersiy. Sir emas. Menimcha hozir biz to'xtab qolgan joyimiz faqat bitta o'yin Dota. Menimcha CS 1.6, CS 2, PUBG o'yinlarini qo'shsak, auditoriyani soni ko'payadi. Shu auditoriyani ko'paytirish kerak, community, va turnirlarni ko'proq o'tkazish kerak. Hozir mana tez kunda biza kripto trader va forex traderlar orasida bitta kichik turnir o'tkazmoqchimiz. CS 2 va PUBG o'yinlarida va shundan keyin men mana shu ikkita ligani GGWinga qo'shmoqchiman. Ha, shuni u ham отдельный proyekt bo'ladimi yoki imенно GG? Yo'q, o'sha GGWinni o'zida, в рамках GGWin o'tadi bu loyiha. Hozir shuni ustida ishlayapmiz. Tushundim, zo'r. O'zi proyektni o'zi agarda полноценный GameFi bo'ladigan bo'lsa, u yerga boya boshida aytganimdek orakullarni qo'shadigan bo'lsa, полноценный как отдельная ekosistema ishlaydigan bo'lsa, odamlardan xolis holda u bilmayman, SNGda birinchi bo'ladi deb o'ylayman. Omad bu proyektda. Rahmat. Sizga rahmat. Ha, endi O'zbekistondagi hozirgi oxirgi yangilik haqida so'ramoqchi edim, fikringizni bilmoqchi edim. Yaqinda Humo degan nima o'zbek davlat казначействоning obligatsiyalari yordamida, bondlar yordamida tokenizировать qilish haqida yangilik chiqdi. Shu haqida fikringiz yoki agarda tanishlaringiz bo'lsa, o'sha proyektni o'zi bilan ishlab turgan, u haqida ham insight ma'lumotlar bersangiz. Juda yaxshi savollarni beryapsiz. Tanishlarim yo'q. O'zimda ham savollarim ko'p bu yo'nalish bo'yicha. Javoblar hali yo'q. Ammo o'ylaymanki, bizda ozgina qarshilik bo'ladi. Bu qarshilik emas. Qarshilik deganimda nimani nazarda tutdim? Agar esingizda bo'lsa, 2015-yilda plastik karta, ya'ni bankovskiy karta bilan ishlash ancha qiyin bo'lgan, ancha
muammo bo'lgan edi va hech kimga yoqmas edi. Tadbirkorlarga yoqmas edi va jismon shaxslarga ham yoqmas edi. Chunki siz biron narsani sotib olmoqchi bo'lsangiz, sizga 20% qo'shilardi, hattoki 30-40% qo'shilardi plastik karta orqali. Va bugungi kuniga qarasak, bugungi kunida menimcha bankovskiy karta hech kim yasha olmaydi O'zbekistonda. Sababi siz telefon raqamga, internetga, Payme, Click, Uzum ishlatasiz, har xil Play Marketlarda pul ishlatasiz. Bozor yoki do'konga borganingizda yoki avtozapravkaga kirganingizda hech kim pul ko'tarib yurmaydi. Hamma telefon yoki plastik karta ko'tarib yuradi, chunki bu qulay, oson. Xohlagan summa olib yurishingiz mumkin, xohlagan odam, xohlagan paytda yuborishingiz mumkin, yoniga borish shart emas. Oldin qanaqa bo'lgan, misol uchun men o'qib yurgan paytimda 2006-yilda institutda o'qib yurgan paytimda, misol uchun pul olish uchun siz ota-onangiz oldiga borardingiz. Bugunga keladigan bo'lsak, qanaqa bo'lyapti? Sizga Telegram orqali menga qizim yozyapti. Dada, pul kerak. Xo'p deysiz, 10 sekunddan keyin уже pul o'zini shaxsiy kartasiga boryapti. Qulaymi? Qulay. Mana shu stable coin bilan ham xuddi shu narsa bo'ladi. Odamlar o'rganib olishadi. O'rganib bo'lgandan keyin bunga hech qanaqa plastikoviy karta kerak emas. Hattoki o'ylayman, 1-2 yildan keyin ham telefon orqali to'lash hojati qolmaydi, chunki bizani sechatka glaza, отпечаток palsiga taqab qo'ysak bo'ladi. Уже Xitoyda ishlayapti. Bizga ham bu texnologiya keladi. Menimcha bizda ham hamyonlarni tuzib, ichiga pul to'ldirasiz, kriptovalyuta ko'rinishida, kriptoaktiv ko'rinishida va o'zingizni barmoqlaringizda отпечатка palsiga taqab qo'yib, xohlagan joyingizda borib to'lab yurasiz. Ha, tushundim. Hozir yana qolib ketgan joyi bor. O'zbekistonda полноценный как Web3 proyektlarga bo'lgan отношениясini qanday baholagan bo'lardi agarda 1dan 10 gacha oladigan bo'lsak? Chunki bizda yaxshi savolingizni tushundim, savolingizni tushundim. Bizda hali rivojlanmagan, faqat oldi soatda rivojlangan. Bir katta Web3 loyihalarni men uchramaganman, ko'rmaganman. O'ylayman, vaqt ko'rsatadi. Hali xom, juda xom. 1dan 10 gacha oladigan bo'lsak 3. Ha, tushundim. Rahmat javobingiz uchun. Misol har doim premyerga olib keladigan qo'shni davlat Qozog'iston bor. O'shalar bilan tenglashtirish eng удобный variant. Chunki bizda примерно bir xil nima deb o'ylayman, как intellektualniy rivojlanish deb o'ylayman. Bir yo'nalishda. Biz o'tib ketganmiz Qozog'istondan va kelajakda ham Qozog'iston ancha qolib ketadi orqada. Qozoqlar dangasi. Bizning o'zbek o'g'lonlar juda aktiv, juda shustri, juda o'zini maqsadga erishishga hamma narsa uchun tayyor. Biz juda aktivmiz. Qozog'iston qolib ketadi. Mana shu kelayotgan 5 yil ichida O'zbekiston shunaqangi rivojlanadi, Qozog'iston qolib ketadi. Bu aynan Web3 yo'nalishi to'g'rimi? Chunki mining taraflama men o'ylayman biz juda orqadamiz Qozog'istondan. Chunki u yerda Xitoyning kapitali bor-ku. No, mining menimcha bu ko'rsatkich emas, показатель emas. Chunki blockchain tizim juda katta texnologiya hisoblanadi. Uning ichida bir nechta yo'nalishlar bor va mining undan 1%, qolgan 99% texnologiyada. Mining bizda ham bir gap bo'lar. Agar umuman chiqib ketmasa, endi mining umuman chiqib ketmaydi hech qachon.
Mining zamondan chiqib ketish uchun Bitcoin yo'q bo'lishi kerak. Bitcoin уже yo'q bo'lishga menimcha hech qaysi davlatni kuchi yetmasa kerak deb o'ylayman. Уже biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, Bitcoin hayotimizga kirib kelgan. Bu turadi. Xuddi bir tillaga o'xshab, kumush, oltinga o'xshab, bu qoladi, fundamentalga o'xshab. Bitcoin bo'lsa, mining ham qoladi. Qozog'iston to'g'ri mining bo'yicha rivojlangan, ammo Qozog'istondan ko'ra Qirg'iziston rivojlangan mining bo'yicha. Ularda siz rasmiy soliqlarni to'lab mining qilishingiz mumkin. Va narx-navo Qozog'istondan ko'ra 20-30% ga qulay. Hozir sizdan eshitdim, Qirg'izistonda deb aytdingiz. Qozog'istonga nisbatan yaxshiroq deb. Hozir ma'lumotni bilmagan ekanman. Shu vaqtgacha men o'ylardim. Endi bu nimaga aytdim buni? Qozog'iston endi mining bilan deb. Davlatlar o'zini prioritet deb biladi. Hozir kripto zaxira yaratish, Bitcoin zaxira yaratish aniqrog'i. Shu haqida aytmoqchi edim. O'zbekistonda ham shunday narsa bo'lishi mumkin deb o'ylaysizmi yoki bu narsa qiyin gapmi? Kelgusida u narsa byudjetga to'g'ri kelmaydiganmi? Bizning byudjetimizga aynan. Men eshitgandim, bundan 3-4 oy oldin Qozog'iston o'zini kripto aktivmi yoki aynan какой-то конкретно aktivni zaxira yaratamiz deganini. Shu haqida Qozog'iston hozir kripto city qurmoqchi bo'lyapti, lekin bu qaysi kelajakda bo'ladi noma'lum. Hali hech kim bilmaydi. Buni eshitdim sizni nimangizda, Instagramingizda. Miningga keladigan bo'lsak, O'zbekistonda elektr energiyasi defitsit bo'lganligi uchun mining buksavat qilyapti, ammo AESlar bo'lsa, undan keyin hozir bir necha gigavat quyosh panel o'rnatishyapti O'zbekiston, olib kelishyapti Xitoydan. Va bir kunmas bir kun elektr energiya rivojlansa, quyosh panellari rivojlansa, odam o'rganib olsa, menimcha undan keyin defitsit bo'lmasa, biz sekin mining regulyatsiyaga ham chiqib ketamiz. Ha, tushundim. Bu Web3 va O'zbekistondagi blockchain yoki mining bo'yicha yaxshi javob bo'ldi deb o'ylayman savollarga. To'liq. Endi eng o'zimni qiziqtirgan shaxsan yo'nalish haqida so'ramoqchim. Oxirgi videolaringizdan birida nima ko'rdim? Makromastik degan proyekt haqida gapirgan ekansiz. Ani yaratgan odam bilan gaplashdingizmi yoki bitta bola bilan yan degan bola bilan gaplashganingizni ko'rdim. Undan oldingi videosini ham ko'rdim, sizni o'zingiz obzor qilganingizni. Shu haqida ozgina savollar bor edi. Agarda rozi bo'lsangiz, agarda yo'q desangiz, ulardan savol bermayman. Yo'q, sir bo'lgan joyim yo'q. Bu oddiygina loyiha, bunga o'xshagan loyihalar juda ko'p. Sun'iy intellekt asosida bular trading bot ishlab chiqargan. Trading bot sun'iy intellektda ishlaydi. Va hali ham sinab ko'ryapmiz. Men loyihaga kirganimga bor yo'q 2 oy bo'ldi. Depozitlarni tekshirdim. Haqiqatan ham mana shu depozitlar mavjud. Binance'da hisob raqamini ko'rsatgan ular. U ochiq dasturda turibdi. Xohlagan odam tekshirsa bo'ladi. Haqiqatan ham so'ramoqchi edim, shu informatsiyalar ochiqmi ular? Chunki rostdan aytaman, uzoqdan qarasa nimaga o'xshab turibdi? Proyekt как будто давайте несите деньги, мы будем заработать вместо вас. Shunga o'xshab turibdi. Ertaga barchangizni uxlatib yuboramiz. Ha, ertaga normalniy pul yig'sak, kachol yig'sak, yo'qolib ketishimiz ham mumkin emas. Chunki bolani boya yan degan bo'lgan gapiga qaraganda, ularni ichki kuxnyasi haqida ma'lumotlar
отчетni faqat CEOsi bir odam aytdi, o'sha odam orqali bilsa bo'ladi. Именно источник yo'q. Yo'q, Live yo'q, rejimda. yo'q, yo'q, yo'q. Sun'iy intellektda ishlab chiqarilgan modeli bu sir. Ularni firmaning sir. Bunga hech qanaqa ma'lumot yo'q. Qolgan barcha ma'lumotlari mavjud. Aynan siz foydalanib turgan model qiziq, shu haqida bilmoqchi. Model natijalarini ko'rishimiz mumkin. Ammo model nimadan yasalgan, uni ichida mana shu core yadrosi qanaqa, qaysi dasturdan ishlab chiqarilgan, mana shu sir. Yo'q, под kapotом u sir bo'lishi mumkin, chunki har bir kompaniya o'zining kommersiy taynasi, chunki Shunaqa intellektualniy собственность. Intellektualniy собственность bo'ladi. U haqida emas, aynan men отчетность haqida so'ramoqchi edim. Ular aytdi, что bizda akkaunt bor Binance'da va tushunmagan joyim, u yerda искусственный intellektni o'zi targ'ibot qiladimi yoki u искусственный intellekt ssenariy yozib beradimi, чтобы oddiy odam, trader pozitsiya ochib, ularni yopish uchun shuni tushunmadim. Chunki u haqida u gaplab o'tmadi. Siz savol Yo'q, hech qanaqa odam faktori yo'q. Hech qanaqa odam faktori yo'q. Ular API orqali o'zini trading bot, ya'ni o'zini dasturga Binance'ni ulab qo'ygan, taqab qo'ygan va barcha trading faollari avtomatik tarzda o'tiladi. Отчетностьga keladigan bo'lsak, отчетность hammasi mavjud saytda, saytning o'zida yozilgan ularni hisob raqamlari, qancha pul borligini, asoschi kim. Asoschini lekin tanimayman, lekin o'zini yashirmayapti. Shunda u haqida ham ozgina ma'lumotlarni qaramoqchi bo'ldim, topa olmadim, rostdan aytaman. Что u yomon odam, yaxshi odam deb aytishdan oldin ma'lumotlarni bilish kerak. Ma'lumotlar topa olmadim, shu sababdan hech nima deb iloji yo'q. Yana qiziqtirgan joyi u именно smart kontraktvoy bo'lib ishlaydimi yoki u qandaydir rechaklari bormi, uni boshqaradigan, o'chirib qo'yadigan, что smart kontrakt bu boshqa narsa. Sun'iy intellekt bu boshqa narsa. Sun'iy intellektga rechak deganingizda nimani nazarda tutasiz? Yo'q, smart kontrakt deganim именно avtonom ishlaydimi u yoki misol uni puli bor, to'g'rimi? Odamlarning общий 16 million haqida gap ketgan shu yerda, 16 million dollarlik nima bor? 18, уже 18 bo'ldi. 18 million dollarlik pul likvidность bor. Shu yerdan 10% ga targovля qiladi deb qo'yibdi Binance'da. Shunaqa. Bu narsa avtonom bo'ladimi yoki именно ni boshqaradigan rechagi bormi degan savolimni, u kого-то есть доступ deyapman o'sha pullarga, pользовательlarning pullariga. Yechib olishga. Yechib olishga. Pullarni yechib olish. Zablokировать. Albatta, asoschisini ham yonida turadi. Asoschisini ham yonida turadi bu pul. Bo'ldi. Shu haqida so'ramabsiz shekilli. Shuni videoni oxirigacha ko'rdim, so'raysizmikan, yo'qmikan deb. Yo'q, so'ramadim chunki bu nima desam bo'ladi, ochiq savol-ku. Siz pulingizni Macrosmatic saytiga yuborganingizda уже bilinib turibdi, siz kastodianli kошелёкka jo'natyapsiz. Puli saytida turadi. Yo'q, to'xtang, mana bo'ldi, men endi tushdim. Bu ne kastodialni-ku hamyon saytda. Saytda turgan hamyon, bu ne kastodialni hamyon hisoblanadi. Multipodpisovый deb o'ylayman uni. Demak, shunaqa. Xuddi shu savolni menga Telegramdan yozib yuborsangiz, men ularga beraman. Shu savolni so'rab ko'ramiz javoblarini. Shunda полноценный egasida dostуp bor pользовательlar pullariga, to'g'ri tushundimmi? Shu sababdan smart kontrakt shunaqa bo'lsa kerak. Отдельный bo'ladi-ku, u yerdagi pulga kerak bo'lsa, razработчикning o'zi ham nima qila olmaydi, aralasha olmaydi. Tushundim. Bu savolingizga men javob bera olmayman, ularga berish kerak, berib ko'rish kerak.
Siz o'zingiz qanday baholargan bo'lardingiz? Именно как risk. Misol u yerda gap $50,000, $100,000 haqida gap ketgan. Qanday qilib o'ylaysiz? Odam $150,000 bor odam yoki $100,000 bor odam aynan shunday proyektlardan foydalanadimi? Chunki bular trans fond emas, nimaga o'xshab, BlackRockga o'xshab yoki управляющий nimalar emas, Tushundim. fondlar emas. Mana shu 50,000 yoki $100,000 bergan odam o'rniga hech narsa deya olmayman, ammo men uchun bu 99.9% skam. Barcha qatnashgan loyihalar barchasi skam oldindan deb o'ylayman va sarflagan pulim voz kechishga doim tayyorman. Chunki nima desam bo'ladi? Agar kriptovalyuta, kriptoaktiv, blokcheyn yo'nalishida finansiviy dasturlar bo'lsa, juda ko'plari skam bo'lib chiqib ketishadi va siz sarflagan joyingizda shuni bilishingiz kerakki, bu pullarni voz kechishga tayyor bo'lishingiz kerak. Foyda bo'lsa yaxshi. Ammo yo'qotib qo'yishga doim tayyor bo'lish kerak. Disclaimerim shu. Bu proyektga bahoyingiz qancha? 0.1% ishonchim. Ishonchim 1% dan iborat. Unga sabab risk ko'pligimi yoki bu именно kriptovalyuta bo'lgani uchun? Chunki siz hozir javobingizda kriptoaktivlarning hammasini aytib o'tdingiz. Shuni bilmoqchi edim. Risk nimadan iborat? Birinchidan, agar to'g'ri, ishonchli ishlaydigan sun'iy intellekt bo'lgan taqdirda ham ular o'zini qanaqadir fond ochib smart money jalb qilishga harakat qilardi. Balkim bu kelajakda qilmoqchi bo'ladimi, bilmadim. Ammo agar haqiqatan ham ishlaydigan bo'lsa, nega ular fond qilmagan? Shunaqa. Bo'lsa kerak, bilmadim. Bugungi kuniga keladigan bo'lsak, men faqat ishonchim 1%. Tushundim. Agarda birdan 10 ga soladigan bo'lsak, u 1% 0 dan 10 bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri hisoblasak, agarda prosent. To'g'ri. Ya'ni 0.1% ishonchim men nimani nazarda tutdim? Mana shunaqa loyihalarga hech qachon 100% ishonish bu xato. Bu xato deb o'ylayman va umuman kriptovalyuta, kriptoaktivlarda qanaqadir loyihaga kirmoqchi bo'lsangiz, juda shubha bilan kirish kerak va sarflagan pulingizni voz kechishga ham tayyor bo'lish kerak. Ya'ni kreditoviy yoki qarz puli bo'lmasligi kerak 100%, shuni bilaman. Уже tajribadan kelib tushgan fikrim. Bu nimadagi efirdagi yoki videodagi translyatsiyadagi eng yaxshi sovetlarning birisi bo'ldi. Ko'p odam bizdagi odamlar o'ylaydi, kredit yoki hozir qayerdandir pul topib, uni hozir trend qilaman yoki perspektivniy altcoin olib qo'yaman va keyin уже nima qilaman? Qarzlarimni to'layman, o'zimga foyda qoladi, yana plyusda bo'laman deb. Eng katta xato deb o'ylayman shu narsani. Albatta, shuni har bir treyder eslatib o'tadi, doim bir necha marta qaytaradi. Tradingga umuman mana finansiy bozorga kelgandan keyin sabr bo'lish kerak va men hozir kelib, men xarajatlarim bor, qarzlarim bor. Hozir men shu loyihaga kirib, pul normalniy ishlab olib, barcha qarzlarimdan xullas barcha qarzlarimni berib yuboraman deyish
Bu xato. Hech qachon unaqa bo'lmaydi. Agar sizda tajriba, bilim bo'lsa, siz spotda ham ishlab olasiz. Ya'ni oddiy tradingda yoki oddiy qanaqadir biznesda ishlab olasiz. Sizga anaqa yelka, plecho, futures shart emas, kerak emas. Tajribangiz va bilimingiz bo'lsa. Tajribangiz va bilimingiz bo'lmasa, unda тем более futuresga kirmash kerak. Uni men 100% bilaman. Unda тем более futuresga marjinalniy торговляga kirmasligi kerak hech qachon. Bu meni so'zlarim emas, kimdir ham aytgan shuni. Xohlagan bitta invest kompaniyani boshqargan odamni intervyusini ko'rsa, hammasini aytadigan gapi hozir примерно siz aytgan gaplarning bir qismi, hozir men aytgan gaplarning bitta qismini aytadi. Uni aytadi, har doim aktivniy действия qilgan odamlar har doim pul yo'qotadi. Chunki ular har doim harakatda bo'lishga harakat qilishadi. Harakatda bo'lishadi, shu sababdan pul yo'qotishadi. Va hozir javobingiz uchun rahmat. Nima qilmoqchi edim? Blitz savollarni bermoqchi edim. Ozgina video oxirida, keyin agarda savollari bo'lsa, obunachilar hozir ko'rib o'tirgan odam ozroq, lekin savollari bo'lsa, ularning ichida savollarni berish mumkin. Hozir blitz savollarni berib o'taman. Siz Telegramda ko'p nima qilasiz? Telegram o'zini mini appsidan ko'p nimalar loyihalarni ko'rsatib borasiz. Telegram kanalingizda ko'rdim. Shu sababdan Blitzni sal o'zgartirishga to'g'ri keldi. Bu yerda boshida Solana yoki efir degan edi. Endi uni ton bilan Solanaga o'zgartirdim. Chunki efir bilan tenglashtirish to'g'ri emas deb o'ylayman. Nimani? Efir bilan ton. Solana yoki ton? Ton. Qisqacha qilib aytib o'tsangiz, nima sababdan? O'rganib qolganman. Tonda haqiqiy ishlatishlari bor. Telegram, ya'ni buni infrastrukturasi Telegram. Solanaga keladigan bo'lsak, SNGda hali uncha rivojlanmagan. Solana fon beramiz deyishdi, ya'ni telefonni ishlab chiqardi-ku Solana. U hali ham hech kimga yetib kelmadi. Yetib kelsa-chi, undan keyin ko'ramiz. Men uchun Solana bu faqat spekulatsiya hozirgi kunida. Tushundim. DEX yoki SEX birja? DEX. Endi bu yerda sal xiyroq bo'lishi mumkin. Menda qaysini tanlashni bilmadim. Sizni o'zingiz nima qilishingiz mumkin. Boshidagi variant boshqacharoq edi. Telegram yoki Twitter X? Telegram. Agarda Telegram bilan Twitchni qo'ysa? Telegram. Telegram qulay-ku, ha. Tushundim. Keyin nima haqida so'ramoqchi edim? GameFi yoki trading? Lekin boshida video boshida aytib o'tdingiz уже, trading bilan shug'ullanmayman deb, shuning uchun. Shunaqa. Hold qilishmi yoki aktivniy действияlarmi? Zo'r savol bordi. Zo'r savol. Hold bo'lsa kerak, hold. O'zingiz aynan yana ham hozir men tushuntiraman. Qarang, mana hold qilishdan oldin bitta narsani har bitta investor, har bitta holder majbur bilish shart. Mana hold qilishdan oldin men boshlagan paytimda kriptovalyutani, kriptoaktivlarning soni 200 ta bo'lgan. 200 xil 200 ta dona kripto loyiha bo'lgan. Bu 2016-yil. 2018-yilda 1000 ta bo'ldi. 2020-yilda 3000 ta bo'ldi. 2021-yilda 10.000 ta bo'ldi. 2025-yilda nechta bilasizmi? Men o'ylayman 3x bo'ldi. 1 million. Yo, 1000x bo'ldi. 1 milliondan oshiq bugun 1 milliondan oshiq token soni mavjud. Ya'ni token soni, har xil kripto loyihalari soni 1 milliontadan oshiq. Endi savolim tug'ilib o'tdi. Hold qilishdan oldin mana 1 millionta token bo'ldi. Shuni har bir
kripto portfeliga ega odam bu narsaga albatta e'tibor berib, undan keyin hold qilish kerak. Men demoqchi bo'lganim, 2025-yilda token soni 1 million bo'lsa, 2026-yilda menimcha 10 millionta bo'ladi. Ha, bo'lishi mumkin, chunki yangi proyektlar, yangi narrativ, hozir agentlar nima bo'ldi, modaga chiqdi. Undan oldin nimalar modada edi? NFTlar bilan zanimatsiya qilish moda edi, ularni yaratish, sotish, hold qilish yoki stake'ga tashlab qo'yish. Bunday holatlar ham ko'p eshitganman, chunki har yil yoki 2 yildan bir yangi narrativlar chiqadi. Shu sababdan ham bo'lishi mumkin, kerak bo'lsa o'ylayman 2 yilni o'zi kifoya, 2 yilni o'zi ham kifoya deb o'ylayman. 2027-yil yoki 2026-yilning o'rtalari 10 millionta aktiv nima bo'lishi uchun deb. Proyekt yoki tokenomika tokenlar bo'lishi uchun aniqroq. Shunaqaroq. Ha, tushundim sizni, Tohir. Rahmat sizga rozi bo'lganingiz uchun, efirga, nima uchun, suhbat uchun. Aniqrog'i ko'p videoni o'zi translyatsiyani zapisat qilib oldim. Videoni o'zini YouTube'ga qo'yaman. Ko'p odamga manfaatli, foydali bo'ladi deb o'ylayman. Bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Hozir bergan savollarim, sizning javoblaringiz va alohida nima uchun? Mining haqida ma'lumotlar uchun YouTube'dagi. Taklif qilganingiz uchun rahmat. Video foydali, manfaatli bo'ldi, umiddaman. Albatta, hammaga har doimgidek rivojini tilab qolamiz. Sabr tilab qolaman, albatta. Rahmat. Rahmat sizga ham. Shu bilan bizani efir tugadi. Kelganingiz uchun va proyektlarda omad. Rahmat, hammaga kattakon rahmat.